80 ta korobka brendовый tovarlar zakaz qilganmiz. Albatta kuzatib borishda davom eting. Savetim do'stlar, agar sizlar Azonda, Wildberries'da biznes boshlamoqchi bo'lsalaring, albatta harakat qilinglar. Shu PVZni egasi bilan gaplashib turib, yonida agar bo'sh skladi bo'lsa olishga. Nima uchunki osonroq bo'ladi, toshib yurmaysizlar. Joyida upakovka qilib, shtrix-kodlarini yopishtirib, zakazlaringizni sabirat qilib, shunday olib chiqib berasizlar, всё. İşlerin juda ham oson bo'ladi vaqtlaringni boy bermaysizlar do'stlar. Bir oyda xudo xolasa bishat qilyapti 1 million. 1 million xudo xolasa chista оборот 1 million, sof foydasi 300 ming bo'ladi brendli tovarlarda. Mana hozir biz 40 korobkasini olib keldik. 40 korobkasi keyin keladi. Yarim tovarlarimiz eski skladda. Xudo xolasa betga yangi ko'chib kelyapmiz. O'zlaring ko'rib turganlaringda sizlarga konkretniy rezultatlarni qilishga va'da beramiz. Do'stlar, biz abishat qilganimizda 2 kishini o'zimiz bilan olamiz. 0 dan 1 milliongacha rezultat qilib beramiz do'stlar. Faqat usloviyasini aytib o'taman. Usloviyasi IPS bo'lish kerak, tovarga plus bo'lish kerak, tamom. Boshqa hech nima kerak emas. Qolgan 4 yillik, 5 yillik yig'gan ma'lumotlarimizni mutlaqo besplatna sizlar bilan bo'lishamiz. Agar sizga shu biznes qiziq bo'lsa, albatta plus tugmasini qoldiring. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lsalaring, Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlarni, rezultatlarimizni, o'quvchilarimizning rezultatlarini tashlab boryapmiz. Ko'rishguncha